Ko'pchilik so'rayapti, bo'ydoq bolalar, domla jamoatdan duo olib bering. Hammamiz bir duo qilaylik, solih ayol nasib qilsin deyapti. Qarang, erkak kishilarga g'am tashvish bo'ldi solih ayol topib olishlik. Ro'moli bor bechora ayol. WhatsApp ham bor. Ro'moli ham bor, Instagram ham bor. Ro'moli ham bor, 3 ta bolani oldiga ham qo'ygan. Aldanganlar kulyapti. Bu bola taqvo qilib so'rayapti, domla duo olib bering deyapti. O'zi ham 5 tasini olib qo'ygan qilgan. Bu ham gaplashib qo'ygan. Haligi bir o'tganda aytib berganmiz. Bir kishi mayli, mana ularni ishlarini bitirib qo'yaveray, madrasadan bitta qiz olaman deyapti. Haligi qiz ham falonchilar men ishini bitirib olib turib, madrasaga kirib erga tegib ketaman degan uchrash bo'ladi ekan. Tushuntirib oldimmi?